Bir yilda qanaqa qilib Malibu olish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Motivatorlar ko'rasiz-ku, tez borib ketishni yo'li deydi-yu. Men sizga bu yo'ldan olib boraman. Fizически, konkretni tellab, peshona teri chiqib, tellamagan joyingiz qolmaydi. O'shanda Malibuning pulini topsa bo'ladi. Xudo xolasa. Biz ham o'sha harakatdamiz. Sizga ham iloyim nasib qilsin, nima biznes qilsangiz ham yaxshi bizneslar, o'zingiz o'ylagan bizneslar, iloyim niyatingizga yeting. Men shu narsani boshladim. Mana hozir 45 ga kirgan bo'lsam, shu narsani yaxshi niyatda boshladim. Shu joyiga bitta like bosib, podдержка qilib qo'yasizlar, kommentariyada agar zakazlaring bo'ladigan bo'lsa, obunachim bo'lsangiz, yana ham skidkalarni qilib beraman. 26-yil vashi trendda bo'lib ketdi bu narsa. Ya'ni o'sha eskilar tomga lomboz bosishgan-ku o'zimizda eski loyishvoqlar 4-5 kunlab hashar qilib, endi hozirgi kunda hasharga aytsang, ishim bor, endi o'zimdan kelib chiqib, haqiqatan ham odamlarni o'zi bilan o'zi ko'pchilik ovora bo'lib qoldi. O'shaning uchun hozir birovni xijolat qilgandan ko'ra, meni o'zimning shaxsiy fikrim, agar sizda ham shunaqangi lomboz tomingizga loy bosadigan bo'lsangiz, tinchgina bizni chaqiring. O'sha ishingiz zo'r bitadi, ko'ngillilik qilib beramiz. Hisob-kitob qilib, matematik hisob-kitob qilsangiz hamda kunidan yutkizsangiz yutkazasiz, pulidan bir xil. Hech qancha farq qilmaydi. Faqat uni narginda bir 3-4 kun ovora bo'lasiz, qum to'ktirasiz, loy qildirasiz, ertasi kuni yana 7 ta kamida 7 ta 8 ta odamga aytish kerak. Xudo xolasa, mana o'zim boshladim shu ishni. 2 kishi, 3 kishi boramiz, bir kunda o'zida hamma ishingizni hal qilib beramiz. Mana ko'rib turgan materiallaringizni hamma yo'q bizdan bo'ladi, xarajatlarni. Siz faqat pulni sanaysiz kvadratiga, bo'ldi. Qolgan material o'sha dastavka, ustanovkasi hamma yo'q ichida bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa faqatgina o'sha vassasini qoqib qo'ygan bo'lasiz. Zardevorni chiroyli qilib urdirib qo'ygan bo'lasiz. Hali borganimizdan keyin, misol tomingizda yarim hali nima deydi? Biz o'zbekchilikda nima topsak tomga qarab toshiymiz-ku. Ash toshigan narsalarimizni obratni pastga toshib qo'ygan bo'lamiz. Uni toshib qo'yish обязательно kerak. Chunki hali nima deydi? Borgan ustaga ham u ortiqcha ish yoki uni ham kelishib olsa bo'ladi. Qolgan narsa hammasi o'zimizdan bo'ladi. Nima qiling? Ha, suv bilan to'king sizdan talab qilinadigan bo'lsa, narsa suv bilan to'k bo'ladi. Endi qarang, agar voha tomonlarda bo'lsangiz, Samarqand, Buxoro, o'sha tomonlarda bo'ladigan bo'lsangiz, u tomonga boradigan bo'lsak, yotoq ham qilib berishga to'g'ri keladi. Narxlari, hozir men narxlarni aytganda ham aytib o'tib ketaman. Vodiy bo'ylab 45 mingdan tomga, qalinligi 7 dan 9 gacha bo'ladi. Styajkasi 55 mingdan bo'ladi. Voha Toshkent tomonlarga ozgina qo'shilib qoladi. O'sha yo'l kirani hisobiga, vaqt ketgan vaqtimizni hisobiga ozgina narxlar qo'shilib qoladi. Bu videoga like bosib, maksimal taqating demayman. Masalan, kim mana shunaqangi xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsa yoki izlab yurgan bo'lmoqchi bo'lsa, pastda raqamlar chiqib turibdi. Shu raqamlarni shunday bo'lishib qo'ysangiz o'sha odam bilan, mana shu odamda shunaqangi narsa bor ekan, garantiyalarni beryapti ekan. Qishki kunida uyda bo'lgan issiqlikni tevaga chiqarib olmas ekan, yozgi kunida tomdan bo'lakan issiqni uyda ichib o'tkazib olmaydi, konditsioneringi ham ancha ekonom bo'ladi. Mana buning sostavida nima bor desiz, bundaqangi marojnaga o'xshagan pena bor buning sostavida. Pena bo'ladi, qum bo'ladi. Qiziqqanlarga aytib beray, sostavini. Qum bo'ladi, pena bo'ladi. Mana operator tomonga bitta ko'rsatib qo'ying. Mana bundaqangi vibra bo'ladi. Bu yorilishini oldini oladi. Keyin bu qatigandan keyin holati qanaqa bo'ladi deganlarga, qatigandan keyin vobshe cho'tki bo'ladi. Betonda qattiq bo'ladi. Ustiga chiqib bemalol sakrab diskoteka qiladigan bo'ladi. Hech qanaqangi u qurigandan keyin hali yumshab, netib, unaqa nimasi yo'q. Buni bekitaymi aka? Mana ko'rib turganlaringizni bekitdim. Hozir men praktikadaman, o'rganish jarayonlaridaman. O'rganish jarayonlarida bo'lganim uchun Xudo xolasa sekin-sekin o'zlashtiryapman. Endi ustamni yuzini ko'rsatmaymiz. Ustam yuzimni ko'rsatmayin dedi. O'shaning uchun yuzini ko'rsataymi? Uzr o'g'lim. Agar shu videomiz 100 ming ta like yig'sa, men ustamni yuzini ko'rsataman. Aniq. Agar 100 ming ta like yig'adigan bo'lsa, ustamni yuzini ko'rsatib olaman. Polniy. Yo'q, qo'y. Молодец. Mana hozir kompressorni ochyapman.
Sizlarga ham jicha bo'lsa ham jarayonni o'rgataymi? Men o'zim bilgan narsani o'rgataveraman. Hozir havo ketdi, mo'yn ichiga to'playapti. Mo'yn ichiga to'playapti, operatorim deb yuringda. Mana mana yerda bunaqasi bor. Texometr deydimi, nima deydi? Kim tushunadi? Kommentariyga yozib olinglar, biz men bilmayman nomini. Ish qilib davleniyani ko'rsatadi. Davleniyani ko'rsatadi. Ana shu narsa mana 1 ga yetganda hozir ochamiz buni. Hali shlangina ketadi, tomga qarab tushadi. O, tomda bitta usta o'tiribdi. Ikkinchi usta mana tepada. Buni yuzini hozircha ko'rsatib turibman, ikkita laykka. Qolgan 100 mingta laykka qilsa, nari katta ustaning yuzini ko'rsataman. Xudo xolasa. Ana shunaqa zerikish yo'q. Chunki bu fizik ishlagandan keyin odamda tellash, hali nima deydi? Qon aylanishi tezlashadi-ku. Qon aylanishi tezlashidan uchun nastriyni gangib oladida, qanaqa bo'lishiga, yaxshi bo'laymikin, yomon bo'laymikin deganda. Gangigan paytda foydalanib olyapmiz hozir. Nastriyni gangigan payt. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Zakazlar bo'lyapti. Endi sizlarda ham agar zakaz bo'ladigan bo'lsa, zo'r podдержка qilgan bo'larsizlar. Agar shu videoni pastdagi raqamlarda bo'lishib qo'ysalar, shu akadan mana shunaqangi narsani o'zi qilibdi, ashi bloger akasi Zohid Mirzayev. Birinchi bo'lib obuna bo'lib qo'ysin, obuna bo'lib qo'ysa, skidka bor. Ozgina skidka qilib beramiz. Ozgina ham bu butun boshidan aytaylikki, 100 kvadratli tom bo'lsa, 5 kvadratni skidka qilib bersam bo'ladimi? 5 kvadratni skidka qilib bersam, usta bo'ladimi? 5 kvadratni qilib bersam, uyimni topa olmay qolaman. Bo'lar ekan, ustam bo'laveradi deyapti. Sizga bo'laveradi deyapti. Hali bo'lsa shu obunachilaringizga bo'lsin deyapti. 5 kvadrat o'sha obunachimga, agar obunachim bo'lsa 5 kvadrat mendan skidka oladi. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.